Hurmatli savatdoshlar, bugungi hikoyamiz har kim emgaki bilan qadrlik. Zamonning zamonasida bir danishmand bog'bon o'tgan ekan. Bu danishmandga bog'bonchilik kasbi ota-onasidan meros qolgan ekan. Danishmand kichikgina bog'ini kengaytib, uningga anar, yang'oq, uzum tili va olma ko'chatlarini sapdi. Danishmand ko'chatlarni qatiqinib parvash qilg'achqa, uzun o'tmay ko'chatlari buk baraqsan o'sib, mol meva beribdi. Öz əmgikining mevasidan beyg'an danishmand o'z big'ining shirin shakar mevalari bilan yurt jamoatni rosa mehmon qilibdi. Shuning bilan danishmandning israt obro'yi tixim o'sibdi. Nom shuhrati jahonga pur ketibdi. Biroq bir yaxshiga bir yomon har joyda bor degandek, shu zamonlarda danishmand bog'vonni ko'rolmaydigan ovqatchi baqqallar bor ekan. Ular bog'vonning kasobatidan bizning sodimiz oqmayotidi deb his qilib, xili burunla danishmand bog'vonni ujuqtirishning ko'yiga tushgan ekan. Bir bozor kuni baqqallarning sodisi oqmay qoldi. Buningga chidab turolmagan baqqallar kechda bir oshxonaga jam bo'lib, tamoq yegach danishmand bog'vonning big'ini vayron qilishni planlashibdi. Shuning bilan ular pul desa jinini beradigan kassobdan bir nechini sotib olib, tang kechi bilan danishmand bog'vonning big'iga kirib o't qo'yib o'tibdi-da, darhol tikib o'tibdi. Atsi danishmand bog'von o'rnidan turib boqqa kirsa, barliq ko'chatlari kuyib kulga aylanib bo'lgan ekan. Danishmand bog'von vayron bo'lgan big'iga qarab o'ksib yig'lab ketibdi. Yurt mahalla qavmi danishmand bog'vonga tasalli beribdi va bog'ni qaytadan ahyo qilishib beribdi. Kuz ketib qish kelibdi, qishdan keyin bahor kelibdi. Danishmand bog'vonning ko'z yoshidan Alloh ta'sirlanibdi. Uzun o'tmay boqqa Allohning elchisi Xizr yetib kelib duo qilibdi. Natijada danishmand bog'vonning ko'chatlari tez aynib, ko'rkam o'sibdi. Bog' ilkirikidan bir nechasi ko'p meva beribdi. Yurt ahli bog'dan qayta bahramon bo'libdi. Keyingi qaraniyat baqqatlar sodisining oqmay qolganligidan ichi o'rtinib, danishmand bog'vonning big'ini yana ko'ydirib tashlashni planlashibdi. Ular tayyorlikni bitirib, tun yerim bo'lganda bog'ga qarab yo'lga chiqibdi. Ketib berib uyquchilikda yo'ldan esib qolibdi. Tang aytishiga az qolganda ular tik hongni ko'rmay yiqilib tushibdi-da, ilib mangan tutruqlari o'sirga tutishib ketib, ko'yib kul bo'libdi. Danishmand bog'von yurt ahlining himoyasida tixim ro'naq tepibdi va big'ni avodiga yetkazibdi. Hikmat: boshqalarning natijasini ko'rolmay, ularning amgakini zoya qilsang, o'zingga emas, boshqalarga mo ziyon yetkazgan bo'lasan. Hayotda yaxshi nom qoldirishning asosiy boshqalarning amgakini qadrlash. Shu asosda xalq uchun bir kishilik tuhfa qo'shishda.